Kecha Saudiya Arabistoni Pro Ligasining yangi mavsumiga start berildi. Hisob bo'yicha 70-mavsumning ilk kunida 3 ta o'yin bo'lib o'tdi. O'tgan mavsumni bronza medallari bilan yakunlagan Jidda shahrining Al Ahli klubi liga debyutanti Al-Diriya jamoasiga qarshi bahs olib bordi. Poytaxt Riyod shahridagi Shahzoda Turkiy bin Abdulaziz stadionidagi raqobat taqdirini birgina gol hal qildi. Ushbu gol 25-daqiqa o'tib borayotganda kiritildi. Al Ahlining yangi futbolchisi Fransisko Trincao boshlagan hujumda yana bir yangi o'yinchi Eduard Spertsian kuchli zarbasi bilan darvozani ishg'ol qildi. Shundan so'ng mezbonlar butun o'yin davomida vaziyatni o'nglash uchun hujumlar tashkil qilgan bo'lsa-da, Al-Sanbi darvozasiga yo'l topish imkonsiz ish bo'lib qolaverdi. Kunning yana bir o'yinida o'tgan mavsum 4-o'rinni qo'lga kiritib, xalqaro maydon yo'llanmasiga ega chiqqan Al-Qodsiya jamoasi Riyodda Al-Shabob mehmoni bo'ldi. Uchrashuvni mezbonlar yaxshi boshlashdi va 15-daqiqada Hammom Al-Hammami goli bilan hisob ochildi. Ammo bu yog'iga mehmonlar chiroyli kambek bilan o'yinni o'z tomonlariga og'dirishdi. Dastavval 36-daqiqada Solih Al-Shamat hisobni tenglashtirdi. Ikkinchi taymda jahon chempionatining yorqin futbolchilaridan biri bo'lgan Julian Quinones jamoasi oldinga olib chiqqan bo'lsa, o'yin yakunlanishi arafasida Turkiy Al-Ammar uchrashuvga yakuniy nuqtani qo'ydi. 1-3. Abha shahrida o'tgan Abha Al-Hazm bahsi ham mehmonlarning g'alabasi bilan yakunlandi. Uchrashuvda 1-2 hisobi qayd etildi. Bugun birinchi tur doirasida Al-Hilol Al-Faysaliga qarshi bahs olib boradi. Ertaga amaldagi chempion Al-Nasr o'z uyida Al-Fotihni qabul qiladi. Niderlandiya terma jamoasi va Manchester City yarim himoyachisi Tijjani Reinders Saudiya Arabistonining Al-Qodisiya klubiga o'tishga rozilik berdi. Tomonlar transfer borasida to'liq og'zaki kelishuvga erishgan bo'lsa, ravishda 14 million yevro bonus pullarini ham to'liq qo'lga kiritadi. Hozirda 28 yoshli futbolchi tibbiy ko'rikdan o'tish va rasmiy shartnoma imzolash uchun yaqin sharqqa uchib ketishga tayyorlanmoqda. Reinders Angliya Premyer Ligasiga 2025-yilning yozida kelgan edi. U dastlab Pep Guardiola jamoasida yaxshi taassurot qoldirgan bo'lsa-da, keyinchalik asosiy tarkibdagi o'rnini yo'qotib, zaxira o'rindig'iga mixlanib qoldi. Futbolchi Angliya grandi safida jami 50 ta o'yinda maydonga tushib, 7 ta gol va 8 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Tijjani Reindersga Angliyaning Nottingham Forest jamoasidan ham jiddiy qiziqish bor edi. Biroq saudiyaliklar taklif qilgan ulkan moliyaviy sharoitlar ushbu poygada g'olib chiqishini ta'minladi. Endilikda niderlandiyalik yarim himoyachi Al-Qodisiya safida Liverpool va Celtic klublarining sobiq bosh murabbiyi Brendan Rodgers qo'l ostida to'p suradi. Ko'hna qit'ada Yevrokubok saralash o'yinlari davom etmoqda. Xususan, Yevropa konferensiyalar ligasida ham bir qator ahamiyatli uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Ayniqsa bundan bu yog'iga o'zbek futbol muxlislarining diqqat markazida bo'ladigan Behruz Karimov harakat qiluvchi Shveysariyaning Lugano jamoasi ham saralash o'yinlarida ishtirok etmoqda. Mattia Krochi Torti shogirdlari Farer orollarida joylashgan Vio Jupumyura stadionida Runyavi klubi mehmoni bo'ldi. Uchrashuv anchagina qiziqarli va hujumkor tarzda o'tib, yakunda jangovar durang qayd etildi. Birinchi o'yinda Lugano 2-0 hisobida g'alaba qozongani sababli Runyavik uchrashuv startidanoq bor e'tiborini hujumga qaratdi. Ketma-ket yaratilgan vaziyatlar 29-daqiqada o'z samarasini berdi. Hujumchi Sami Skutening uzatmasidan so'ng jamoa sardori Peter Knudsen gol urishga erishdi. Ikkinchi taym startida mezbonlar yana bir gol urib, ikki o'yindagi umumiy hisobni tenglashtirishdi. 61-daqiqadagi hujumda Knudsen endi assist amalga oshirdi. Undan to'pni qabul qilgan Marius Kriager darvozani ishg'ol etdi. Biroq shundan keyin Lugano o'ziga keldi hamda vaziyatni o'z tomoniga og'dirdi. 67-daqiqada Yannis Siminyani, 80-daqiqada Kevin Behrenslar gol urib, o'yinni durang bilan yakunlanishini ta'minlashdi. Shu tariqa ikki o'yin natijasiga ko'ra 4-2 hisobida g'alaba qozongan Lugano keyingi bosqichga yo'l oldi. Endi shveysariyalik Maccabi bilan bahslashadi. Behruz Karimov esa yaqin fursatlarda Lugano safidagi mashg'ulotlarni va o'yinlarini boshlaydi.